30-yanvar juma kuni Toshkent Azimyan shahridan Vertex va Xcool Antpesan dilleri Azbek boshidagi katta guruhga kelyapti. Biz Azbek mehnatimizni yuqori baholab, o'zining qimmatbaho sovg'alari bor ekan va biz hozir buni videoda oshkor qilib tursangiz, sizlar buni ko'rib o'tamiz. Qani ketdik. Bog'ishamol bozorimizda o'zini sifatli Abdul va Antpesan bilan bozorchi va mijozdan mehnat qozongan Abdurahmon hoji aka 30-yanvar kuni o'zini ofisiga mijozlar va ko'ngil yaqin insonlarni taklif etdi. Buning sababi esa Toshkentda Vertex va Xcool Antpesan dilleri Azbek boshidagi guruhga o'z Antpesanni xalqimizga yetkazayotgan usta va do'kondorlarga o'zini maxsus sovg'asini taqdim etmoqchi bo'ldi. Ertalab 9:00 ga aytilgan vaqtga sekin asta uzoq va yaqindan usta va do'kondorlar kela boshlashdi. Televizor, konditsioner, kompyuter, ikkita labo va bitta damazar o'z egalarini kutib turgan edi. Va nihoyat Azbekka so'z berildi. Andijon shahridagi aka-ukalarimiz, ustalarimiz, do'konchilarimiz 2025-yil boshlangan aksiyamizda faol ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat va sizlarni o'z yutug'inglar bilan tabriklash uchun Spesialni Toshkentdan tashrif buyurdik. Kimdir televizor, kimdir xolodilnik, kimdir konditsionerlar oldi. Ikkita labon esa dunyo poytaxti asakaliklar olib ketishdi. Damas bozorimizga nasib etdi. Kaminaga esa konditsioner to'g'ri keldi. 121 Muxtorjon Devo 12 konditsioner. Hamma xursand, chunki Azbek aytib o'tgandek, bu faqat Andijonda bo'ldi. Chunki bu yerda ko'ngil yaqin inson yashaydi va ular bundan ham ko'piga loyiq deb gapirib o'tdi. Bozorimizda birinchi Xpress, keyin Felix va hozirda Xcool va Vertexlar o'z hukmron o'tayotgan zamonda siz aziz mijozlarga ham bu Antpesandan foydalanishni taklif qilaman. Tadbir oxirida Azbekni suhbat tortdik va bizga 2026dagi ish rejalari va biz andijonliklardan xursand ekanligini, bu oxirgi tadbir emasligini va 2026da bizni Antpesan sotganlarga bundan ko'proq sovg'alar berishini ta'kidlab o'tdi. Sifatli qadrlovchilar, ya'ni bizdan Azbekka biz ham 2026ni Vertex va Xcool Antpesan bilan o'tkazishni va iloji boricha Antpesanning sifatini yo'qotmaslikni, sifatli narsa hamma joyda qadrlanishini suhbatimiz davomida gapirib o'tdik va 2026ga ulkan rejalar bilan tadbirni yakunladik. Hamma xursand holatda o'z ishi va do'koniga ravona bo'ldi. So'zimiz oxirida Vertex va Xcoollarning Andijondagi dilleri bo'lmish Abdurahmon hojiga katta rahmat aytmoqchiman.